Turishingni qara. Mana shu turishingda seni hech kim 22 yosh demaydi. Aqali bitta o'qishga kira olmading. Sen qatori bolalar hammasi o'qishga kirib, mashina olib, uylar, joylar qilib yotibdi. Bilasanmi nimaga o'qishga kira olmading? Aqlsizligingda. Aqling bo'lganda bu joygacha ham kelib o'tirmasding. Uylanaman. Aytishadi-yu, uylansang baraka bo'ladi deb. O'qish bir gap bo'lar. Sen aytgan joyga bordim. Otasi o'qimagan bolaga qizimni bermayman dedi. Noqal o'qiganingda edi, o'sha qizini berarmidi balkim. Bunaqa yurishingda sen bitta kasbni ham egala olmaysan. Daji borki, o'zingni o'zing boqa olmaysan. Ertaga uylansang, oilangni ham boqa olmaysan. Ya turqin qursin seni. Bir ishni boshini ola olmagan bo'lamisan sen? Hali ham meni tushunmabsan-a? Balki o'ylab ko'rarsan. Baribir bu ishlar o'lib ketishingga umuman arzimaydi. O'qishga ham kira olmadim. Tuzukroq qizga ham bir uylanish ham nasib qilmadi. Ishni gapirmasa ham bo'ladi. O'qimaganlarga qiz bermasmish. Padaringga la'nat. Hey, to'xta. Turishingni qara. 22 yoshli odamga umuman o'xshamaysan. Bundan ko'ra til bilmasang ham Magnet Korean School bilan bog'lanib, Telex viza orqali bemalol Koreyaga ketishing mumkin. Bilasanmi? Borasan, o'qiysan, ishlaysan, bemalol maqsadlaringga yo'l ochiladi degan. Sabr, tanlov o'z qo'lingda. Mazga shuni voqelik aytmaysan, sal qoldi o'lib ketishimga. Qoch.